Kelib qoling, Xitoy davlatidan kelgan noyob mana bunday limonda bir turi bor ekan. Nomi nima desalaring, bu kung fu deb nomlanadi. Ya'ni kung fu bilan shug'ullanadigan akalarimiz uchun maxsus bo'lyapti video. Bittadan aytib o'singlar. Mana bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa, bu ham xitoyskiy mandarin bo'lar ekan. Mana navini qaranglar, juda ham chiroyli. Hattoki yesa ham bo'laveradi. Qaysi birini yeb beringlar endi. Obunachilarimiz uchun. Olasizmi xola, yesangiz? Ha. Mana qayerdan keldingiz xola? Qirg'izistondan. Bitta xolamni oling. Mandarin berib turganimni oling. O'zi ko'chat yetishtiradigan viloyatlar ichida Quva tumani, Farg'ona Quvasi juda ham ilg'orlab ketgan. Hamma turda, misol Xitoydan bo'ladimi, boshqa deydi. Polsha davlatidan kelgan nimalarimiz ham bor. Nima deydi? Archalarimiz, hamma mahsulotlarimiz. Bismillah, qani. Zo'r. Buni o'zim oladigan bo'ldim. Juda ham shuni. Apa men sizdan. Kamaytirib beramiz. 120 ming. Beraymi sizga ham apa? 110 ming berasiz. Qadrlar narxi nech bo'ldi? To'liq ma'lumot sotuvchi akamizdan olardi, lekin savdo qilyapti. Bu nech bo'ldi aka? 350 ming so'm, mana bunisi bu 250 ming so'm. Hozir bu sotuvchi akalarimiz qaranglar. Yo'lni bu tomoni ham, u tomoni ham sotuvchi akalarimizga, u tomonga o'tib olaylik, ozgina xaridor kelib qoldi. To'liq ma'lumotni shu sotuvchi akalarimizga bilamiz. Lekin mandaringa gap yo'q. 350 ming so'mga mandarin olasa, yil 12 uyingizda mandarin bemalol daraxt olinaveradi. Bismillah. Mikrofon qani edi? Ha? Mana qarindoshlar. Qayda ildizi bor, ildizini. To'liq ma'lumotni sotuvchi akamizdan olamiz. Bitta pauza qilaylik, gaplashib olaylik oldin. Xo'sh, qarindoshlar, ana sotuvchi akamizni zo'rg'a ko'ndirib oldik. Majbur. Assalomu alaykum. Kelinglar. Aka, tanijonim sog'mi? Tinchsiz? Boshlanishlaringiz Alloh xayr qilsin. Rahmat. Harmonga baraka bersin. Umringizga baraka. Daraxtlar dekorativni, ya'ni nima desa bo'ladi? Landshaftlarga. Albatta. Qaysi biridan boshlasak bo'ladi? Mana magnoliyadan boshlaylik. Magnoliya. Qishni yozin bargini to'kmaydi, gullab chiroyli gullaydi. Bo'yi 2 metr va undan yuqori. 1 metrdan ketaveradi. 2 metr, 3 metrgacha. Nech pul endi bularimiz? Bularimiz 300 mingdan 1 million 300 minggacha. Voy, maşallah, zo'r. Mana bu daraxtlarimiz. Kamila gullarimiz. Kamila mana. Kamilalarimiz ham 200 mingdan ketaveradi, ag'i. 300 ming, 400 ming. Hidi ham juda shirin bilinyapti. Yaxshi narsalar. Archalarimiz. Archalarimiz 200 mingdan tortib ketaveradi, 250 ming, 300 minggacha. Mana bu-chi aka, nima edi nomi? Palma bular. Vagnalskiy palma deyiladi. Palma. Mana qishda -30 gradusgacha ham chidab turadigan vagnalskiy palma dekorativni joylar uchun juda ham chiroyli. Eng kichkinasi nech pul endi narxi? Eng kichkinasi 150 ming so'mdan ketaveradi, shu 600 ming, 700 ming so'mgacha. Qara, eng kattasi nech metrgacha bo'lib ketadi endi bu? 5 metrligini o'zimiz olib kelib sotdik oxirini. 5 metr. Ya'ni 5-6 yil davomida bo'ladimi? Bo'laveradi, 5-6 yil davomida. Mana buni qaranglar, qadrlar. Mushmullalarimiz. Mana shu eng kattasi nech pul? Bular oddiysidan bular. Bular mana shu turishi 600 ming so'm. Arzon ekan, zo'r. Endi yana nimalarimiz bor aka? Galibuylarimiz, chiroyli manzarali daraxtlarimiz. Bog'ga kelib qo'yganmiz, qadrlar bittadan laykni bossalaring to'liq arzur bo'lyapti. Bularimiz galibuylar. Bular ham 600 ming so'mdan tortib 3 milliongacha bor. 3 milliongacha. Voy, maşalloh, mana qadrlar. Hamma turdagi. Mana bu oddiy archamiz. Qanaqa edi? Nomi nima edi buni? Bu sasna archa. Oddiy sasna archalar. Nech pul bu? Bular 50 ming so'mdan ketaveradi. Zo'r, mana qadrdonlar. Juda ham chiroyli. Mana mushmullalar. Bu hali O'zbekistonda xurmo daraxti bor, o'shanga o'xshagan. Ta'mi ham yaxshimi? To'kmaydi. Ta'mi o'ta shirin narsa. O'ta shirin. Voy, maşallah. Bularimiz 100 ming so'mdan 300 ming so'mgacha. 300 ming so'mgacha. Maşallah. Mana bu daraxtimizni buni ham yesa bo'ladimi? Yo'q, yesa bo'lmaydi. Zaharlanadi. Dekorativ, manzarali narsa, nandanadigan narsa. Qishda qizil bo'lib oladi, mana unga o'xshab. Bu parnidan chiqqan yozda yam-yashil bo'lib oladi. Nech pul bularimiz aka? Bularimiz 150 ming so'mdan 300 ming so'mgacha. Zo'r akajon, zo'r, yasha.
Alloh rozi bo'lsin. Xullas, dekorativni Hamma yo'q. Lavroli listlargacha bor. Lavroli listimiz eng kichkinasi nechi pulida? Eng kichkinasi 100 ming so'mdan, kattasi 300 ming so'mga. Shu 100 ming so'mni bitta olib borib eksa, mahallani ta'minlaydi lavroli yaprog'i bilan. Ham savob bo'ladi, ham ehson qilyapti turgan bo'lasiz, ham keyin ham ancha nima deydi? Yoqtiradi sizni. Zon tutlar u lola daraxtlar. Nechi pul endi? Zon tutlarmi? Bularimiz 25 ming so'm. Zo'r mana arzon. Qadrdonlar o'zingiz yashab turgan joyingizga qaraganda ancha arzon. Chunki biz optim joyidan, bog'idan bo'lyapti hozirgi videolarimiz. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Mana bularimiz nima edi aka? Bular kun quvvat. Kung fu haligi, kung fu bilan shug'ullan. Mandarinlar, kamila gullari. Bitta oling, oling, yeng. Do'stlar, Sarab turgandan yeng. do'stim keling. Bitta olib berasiz. Xudo xolasa bizni obunachilarimiz nima o'zi bu degan savollarga to'liq nima bo'ladi mana. Po'chog'i bilan esa bilan po'chog'i bilan atvat, po'chog'i bilan yeyveramiz. o'zi yoshligimizda haligi qo'ri o'g'irlagan chaqda. Buni qilib turib. Yuraver, bismillah, bani ochma. Danaga bor ekan. Juda zo'r. Ta'mi Danagini ham chiqadi. Danagini ham eksa chiqib. ta'mi limon. Faqat shu shakar qo'shilgan limonga o'xshaydi ekan. Zo'r ta'm. Xo'sh. Danaga nech pul bular aka? Bular 400 ming, 300 ming, 250 ming so'm. Bularimiz 300 ming so'm. Zo'r aka. Gullarimiz. Xullas hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Shuni Manzilni bitta esladik. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanidan bo'lyapti. Bu yog'i Farg'ona shahardan kelish. Bu yog'i Quvadan o'tib endi o'sha Andijonning yo'li, Asakani yo'li. Yo'lda o'ng tomonda. Mana shu akamizning nomerini xasta qoldiramiz. Dekorativniy deysizlarmi, o'sha manzarali ko'chatlar desa hamma turidan mavjud topsa bo'ladi, ha? Bo'ladi. Hammasidan topamiz, xudo xolasa. Men ham kameraga tushib qolay. Xudo xolasa, do'stim, Olimjon ismi, kanali Biznes Obzor. Bemalol o'tib bittadan like bosib qo'yinglar, akalar, ukalar, do'stlar, qanday. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bu videoga like bosing insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar, tanijolar sog' bo'lsin.